Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Siz ham hech tushingizda ilon ko'rganmisiz? Agar javobingiz ha bo'lsa, siz yolg'iz emassiz. Dunyo bo'ylab eng ko'p uchraydigan tushlardan biri aynan ilon haqidagi tushdir. Lekin eng qizig'i shundaki, ko'pchilik ilonni tushida ko'rishi bilan qo'rqib ketadi va bu yomon alomat ekan deb o'ylaydi. Ammo bu ham har doim ham to'g'ri emas. Tush ta'birlarida ilon turli vazifalarga qarab turlicha ma'noga ega bo'lishi mumkin. Ba'zan u ogohlantirish bo'lsa, ba'zan esa hayotingizda muhim o'zgarishlar yaqinlashayotganini ishora sifatida talqin qilinadi. Bugungi videoda tushda ilon ko'rishning eng mashhur va qiziqarli talqinlarini batafsil ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha albatta tomosha qiling, chunki oxirida ko'pchilik bilmaydigan muhim haqiqatni aytaman. Aynan shu sabab ko'p odamlar tushlarni noto'g'ri talqin qilishadi. Agar tush ta'birlari sizga qiziq bo'lsa, hoziroq videoga bitta like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Endi esa boshlaymiz. Birinchi ma'no. Ilon nimaning ramzi? Qadimiy tush ta'birlarida ilon ko'pincha ehtiyotkorlik ramzi sifatida talqin qilingan. Har doim ham sizning atrofingizda dushman bor degani emas. Ba'zan ilon insonning ichki qo'rquvlari, xavotirlari yoki hayotdagi murakkab vazifalarni ham ifodalashi mumkin. Shuning uchun tushni talqin qilishda ilonning qanday ko'ringanini juda muhim. U katta edimi, kichik edimi, qora rangmi yoki oq rangmi? Sizga hujum qildimi yoki shunchaki o'tib ketdimi? Mana shu tafsilotlar talqinni o'zgartirishi mumkin. Ammo bu hali hammasi emas. Keyingi ma'no ko'pchilikni hayratda qoldiradi. Ikkinchi ma'no. Katta ilonni ko'rish. Agar tushingizda juda katta ilonni ko'rgan bo'lsangiz, ayrim talqinlarga ko'ra bu hayotingizdagi katta sinov yoki muhim voqeaga ishora bo'lishi mumkin. Ba'zan esa bu siz uzoq vaqtdan beri e'tibor bermay kelayotgan muammoning kattalashib borayotganini bildiradi. Shuning uchun bunday tushni ko'rgan odam vahimaga tushish o'rniga hayotini xotirjam tahlil qilib ko'rishi foydali bo'lishi mumkin. Lekin eng qiziq joyi hali oldinda. Endi qora va oq ilonning farqi haqida gaplashamiz. Uchinchi ma'no. Tushda qora ilon ko'rish. Qora ilon eng ko'p qo'rqitadigan tushlardan biridir. Lekin shuni unutmang, har bir tushning talqini vaziyatga bog'liq. Ba'zi tush ta'birlarda qora ilon ehtiyotkor bo'lish kerakligini bildiruvchi ramz sifatida talqin qilinadi. Balki atrofingizdagi biror vaziyatni chuqurroq o'ylab ko'rish va shoshilinch qaror qilmaslik kerakdir. Agar qora ilon sizga hujum qilmasa, ayrim talqinlarga ko'ra bu faqat ogohlantiruvchi ramz bo'lishi mumkin. Ammo agar ilon quvsa yoki hujum qilsa, bu tushni ko'rgan odam o'z hayotdagi muammolarini xotirjam tahlil qilib ko'rishi foydali bo'ladi. Lekin oq ilonning ma'nosi bundan butunlay farq qiladi. To'rtinchi ma'no. Oq ilon. Oq rang odatda poklik va xotirjamlik ramzi sifatida qaraladi. Shu sabab ayrim tush ta'birlarida oq ilon ijobiy o'zgarishlar yoki muhim haqiqatni anglash bilan bog'liq holda talqin qilinadi. Ammo tushdagi boshqa tafsilotlar ham muhim. Oq ilonning harakati, joyi va sizdagi his-tuyg'ular talqiniga ta'sir qilishi mumkin. Endi esa ko'pchilikni qo'rqitadigan tush haqida gaplashamiz. Beshinchi ma'no. Ilon chaqishi. Tushingizda ilon chaqqanini ko'rganmisiz? Bu juda ta'sirli tush bo'lishi mumkin. Ayrim talqinlarga ko'ra ilon chaqishi hayotdagi ogohlantirish yoki e'tibor talab qiladigan vaziyatni anglatishni mumkin. Bunday tushni ko'rgandan keyin vahimaga tushish emas, balki o'zingizning hayotingizga xotirjam nazar tashlash foydaliroq. Balki siz uzoq vaqtdan beri e'tibor bermayotgan masala bordir. Lekin bundan ham qiziqroq tush bor. Oltinchi ma'no. Ilondan qochish.
Agar tushingizda ilondan qochayotgan bo'lsangiz, ayrim talqinlarga ko'ra bu siz hayotdagi biror muammo yoki qo'rquvdan uzoqlashishga harakat qilayotganingizni anglatishi mumkin. Agar qochib qutulsangiz, ba'zi talqinlarda bu qiyinchiliklarni yengib o'tishga ishora sifatida izohlanadi. Endi esa ko'pchilik kutayotgan savol. 7-ma'no: ilonni o'ldirish. Tushda ilonni o'ldirish ayrim tush ta'birlarda qiyinchilikni yengish, qo'rquvni ortda qoldirish yoki muammoning yechimiga yaqinlashish ramzi sifatida talqin qilinadi. Ammo bu talqinlar qat'iy hukm emas. Har bir tush uni ko'rgan insonning holatiga qarab turlicha bo'lishi mumkin. Lekin hali videomiz tugamadi. Eng muhim qismi oldinda. Chunki o'yda ilon ko'rish va tushlarni to'g'ri talqin qilish haqida juda muhim ma'lumotlarni hozir aytaman. Va nihoyat videomizning eng muhim qismiga yetib keldik. Agar shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, sizga katta rahmat. Endi esa ko'pchilikni qiziqtiradigan yana bir necha holatlar haqida gaplashamiz. 8-ma'no: tushda o'yda ilon ko'rish. Ba'zi tush ta'birlarda o'y insonning oilasi, xotirjamligi va shaxsiy hayotining ramzi hisoblanadi. Shuning uchun o'yda ilon ko'rish ayrim talqinlarga ko'ra insonning o'z oilaviy yoki shaxsiy hayotdagi ayrim masalalarga ko'proq e'tibor berishiga undovchi ramz bo'lishi mumkin. Lekin bu tushni ko'rgan zahoti vahimaga tushish kerak degani emas. Eng muhimi hayotingizga xotirjam nazar tashlash va shoshilinch xulosa qilmaslik. 9-ma'no: kichkina ilonni ko'rish. Ko'pchilik katta ilondan qo'rqadi, ammo tush ta'birlarida ba'zi kichik ilon ham e'tibordan chetda qolmasligi kerakligini aytiladi. Ayrim talqinlarga ko'ra bu hozircha kichik bo'lib ko'rinayotgan, ammo vaqt o'tishi bilan kattalashishi mumkin bo'lgan muammo yoki e'tibor talab qiladigan vaziyatni anglatishi mumkin. Shuning uchun ayrim masalalarni faqatgina hal qilish foydali bo'lishi mumkin. 10-ma'no: ko'p ilonlarni ko'rish. Agar tushingizda bir nechta ilon bo'lsa, ayrim tush ta'birlarda bu inson hayotidagi bir nechta tashvish yoki murakkab vaziyatlarni ramzi sifatida talqin qilinadi. Ammo har bir ilon yomonlikni anglatadi degan xulosa to'g'ri emas. Tushning joyi, ilonning harakati va sizning his-tuyg'ularingiz ham talqinga ta'sir qiladi. Eng muhim haqiqat. Azizlar, mana shu joyga alohida e'tibor bering. Bugungi videoda aytilgan barcha ma'nolar tush ta'birlarida uchraydigan talqinlardir. Ularni kelajak haqida aniq xabar yoki hukm deb qabul qilish to'g'ri emas. Ba'zan tushlar insonning kundalik hayoti, o'y-fikrlari, qo'rquvlari yoki ruhiy holati ta'sirida ham paydo bo'lishi mumkin. Islomda yaxshi tush ko'rgan inson Allohga hamd aytishi va yaxshilikdan umid qilishi tavsiya etilgan. Noxush tush ko'radigan inson vahimaga tushmasdan Allohdan panoh so'rashga tavsiya etilgan. Chunki g'aybni va kelajakni faqat Alloh biladi. Shuning uchun har qanday tushni xotirjamlik bilan qabul qilish va yaxshilik yoyish eng to'g'ri yo'ldir. Endi esa navbat sizda. Siz hech tushingizda ilon ko'rganmisiz? U qanday rangda edi? Sizni quvdimi yoki shunchaki o'tib ketdimi? Izohlarda yozib qoldiring. Men barcha izohlarni o'qishga harakat qilaman va eng qiziqarli tushlarni keyingi videolarda tahlil qilamiz. Agar bugungi video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosishni unutmang. Bu kanalimiz rivojlanishiga katta yordam beradi. Kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqing. Chunki har hafta eng qiziqarli tush ta'birlari bilan sizlar uchun yangi videolar tayyorlaymiz. Ko'rganingiz uchun barchangizga katta rahmat. Alloh barchangizni xotirjamlik, sog'lik va fayzli hayot nasib qilsin.